Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali va men boshlovchingiz Sarvarbek. Do'stlar, bilasizmi, bugun erta tongda barchamiz uyqudan qolgan holda Kanada hamda O'zbekiston o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvini tomosha qildik. Keling, bugun mana shu uchrashuvda kanadalik futbolchilarga nima sababdan yutqazganimizni tahlil qilamiz va men sizlarga faktlar va o'yindagi lavhalar orqali nega yutqazganimizni va kim qanday darajada o'ynagani haqida qisqacha o'zimning fikrimni bildiraman. Xo'sh, do'stlar, bugun ko'rdingiz, erta tongda 6 da O'zbekiston vaqti bilan 6:00 da Kanada hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi boshlandi. Uchrashuvni biz juda ham yaxshi boshladik. Mana ko'rib turganingizdek, Eldor Shomurodov bir necha imkoniyatlarga ega bo'ldi. Eldor yaxshi, yuqori darajadagi futbolchiligini yana bir bora isbotladi. To'g'ri, u vaziyatlardan foydalana olmagan bo'lishi mumkin. To'g'ri, u vaziyatlarni golga aylantira olmagan bo'lishi mumkin. Lekin do'stlar, shunchaki o'shanda Eldorga omad yetishmadi va kanadalik darvozabonning mahoratigina kanadalik futbolchilarni muqarrar goldan saqlab qoldi. Ana endi himoyamizdagi futbolchi albatta yuqori darajadagi, saviyasi juda ham yuqori bo'lgan Abduqodir Husanovning o'yinlarini ham tomosha qilishingiz mumkin. Abduqodir Husanov haqiqatan ham nega Manchester City'ning mana shu mavsumdagi eng asosiy futbolchisi bo'lganligi kerak bo'lsa, yakunda yilning eng yaxshi futbolchilar qatorida e'tirof etilganini isbotladi. O'zingiz ko'rdingiz, kanadalik futbolchilarni shunchaki uchirib yubordi, nima qilsa qildi, lekin kim O'zbekiston milliy terma jamoasining himoyasini himoya qilayotganini ko'rsatdi. Xullas, yuqori darajadagi futbolchilarimiz juda ham yuqori darajani ko'rsatdi. Abbosbek Fayzullayev ham yaxshi o'ynadi, undan tashqari boshqa futbolchilar ham menda yaxshi taassurot qoldi. Lekin, bilasizmi, o'ziga ishonmagan va jarohat olib qo'yishdan qo'rqqan futbolchilarimiz sababli bugun biz yutqazdik. Ha do'stlar, mana shu narsa bo'ldi. Agar o'yinni tomosha qilgan bo'lsangiz, meni fikrimga 100% qo'shilasiz. Chunki ko'pgina futbolchilarimiz hali yakuniy tarkib e'lon qilinmadi. Chunki tongda yakuniy tarkib e'lon qilinmaganda O'zbekiston vaqti bilan 14:00 da O'zbekiston milliy terma jamoasining Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtirok etadigan 26 ta futbolchisi nomi e'lon qilindi va tongda hali bu mavhum edi. Mana shu o'rtoqlik uchrashuvidan keyin tarkiblar e'lon qilindi. Aynan mana shu narsadan qo'rqqan holda ayrim futbolchilarimiz o'z darajasida o'ynashmadi. Kimdir o'zini ayadi, kimdir hayajonlandi, kimdir nimadir bo'ldi. Umuman olganda mening fikrim, mening taxminim, futbolchilarimizning 60% o'zini ayadilar, qo'rqishdi, ko'pchiligi qo'rqdi. O'sha aynan o'zini darajasini namoyish qila olmagan futbolchilarimiz hozir jarohat olib qo'ysam oddiy o'rtoqlik o'yinida ertaga men jahon chempionatidan qolib ketishi mumkin deyishdi va mana shunday o'yin ko'rsatishi shuni sababli biz yutqazdik. Agar biz o'z darajamizni ko'rsatganimizda men o'ylaymanki bemalol Kanadani mag'lubiyatga uchratgan bo'lardik. Afsuski, ayrim futbolchilarimizda mana shu narsa bor ekan, ya'ni ichki qo'rquv, chunki bu tarixiy musobaqa, bu musobaqaga borish hammaga ham nasib etavermaydi. 40 millionga yaqin aholisi bor, 38 million aholisi bor O'zbekistonning borug'i 26 nafar fuqarosi va mana shu futbolchisi jahon chempionatida ishtirok etadi, tarixda birinchi marotaba. Shuning uchun ham balki ba'zilar ismlarini aytmayman, xafa bo'lib qolishadi. O'zingiz ko'rasiz va ular kimligini kommentariyada yozib qoldirasiz. Kim o'zini ayab o'ynadi, kim o'zini darajasini ko'rsata olmadi, kim ko'p xato qildi. Mana shular haqida kommentariyada yozib qo'ying. Men endi aytsam ularning ko'ngliga tegishi mumkin. Ko'ngli ham noziyda ularni. O'ziga o'xshab, o'ziga ishonmaydi, qo'rqdi. Masalan, nimaga Eldor qo'rqmadi? Nimaga Abduqodir qo'rqmadi? Nimaga Fayzullayev qo'rqmadi? Jon jahdi bilan ko'rdinglarmi qanaqa o'ynashdi ular? Jon jahdi bilan o'ynashdi. Nimaga ular qo'rqmadi-yu, qolgan ayrim futbolchilarimiz qo'rqib o'ynashdi? Nimaga? Chunki qo'rqishdi. Hozir jarohat olib qo'ysam, Fabio Cannavaro meni tarkibda qoldirib yuborishi mumkin va tarkibga kirib olay. Balki endi ko'ramiz. Endi hozir Gollandiyaga qarshi endi tarkib e'lon qilindi. 26 ta futbolchi borishi e'lon qilindi. Umar Rahmonaliyev, Jasur Jaloliddinov, O'rozovlar qoldi va qolganlar ketadigan bo'ldi. O'sha yakuniy 30 talikdan shu futbolchilar qolib ketdi. Xullas do'stlar, qaranglar. Nasib qilsa ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvimiz bor hali 8-iyun, eslab qoling. 8-iyun O'zbekiston vaqti bilan 23:45 da Gollandiyaga qarshi o'ynaymiz. Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz. O'sha kuchli futbolchilari bor, Van Dijk, De Jong, undan tashqari boshqa kuchli futbolchilarga ega bo'lgan Gollandiya milliy terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz. Endi u Jahon chempionatimizdan oldingi so'nggi uchrashuvimiz bilan mana shu uchrashuvdan keyin biz jahon chempionatiga yo'l olamiz va birinchi o'yinimiz Kolumbiyaga qarshi o'ynaymiz. Xullas, yana bir bora qaytaraman, 8-iyun
kechki soat 23:45 ta O'zbekiston vaqti bilan, Moskva, Sankt-Peterburg vaqtlari bilan esa 9:21:45 ta 9:45 ta o'yin bo'lib o'tadi. Ko'ramiz. Endi tarkib e'lon qilib bo'lingan. Endi hech kim tarkibdan chetda qolib ketmaydi. Jarohat olsa ham, nima bo'lsa ham bo'ldi, tarkib o'zgarmaydi endi. Bo'ldi, 26 ta futbolchi bor. Ko'ramiz, o'shanda balki yuqoriroq saviyani ko'rsatishar. Do'stlar, siz kommentariyalarda bugungi uchrashuvda, bugun tongda bo'lib o'tgan uchrashuvda yutsak bemalol yuta oladigan jamoamiz, Kanadani bemalol yuta olar ekanmiz do'stlar. To'g'risi. Yuta oladigan jamoamizda nima sababdan yutqazdi O'zbekiston milliy terma jamoasi va kimlar jarohat olishdan qo'rqib o'ynadi, kimlar o'z saviyasini ko'rsatmadi. Mana shular haqida kommentariyalarni yozib qoldiring. Haytgancha do'stlar, biz futbol vaqti Telegram kanalimizda bugun ko'rdinglar, jonli efirni qildik, va'damizda turdik va o'sha sport vaqti kanalimizda jonli efirni qildik. Ko'pchilik tong bo'lishiga qaramasdan 3000, 4000 ga yaqin odam jonli efirni sof o'zbek tilida tomosha qildi. Mana shu an'anani biz davom ettiramiz inshaalloh. Nasib qilsa 8-iyun 23:45 ta bo'lib o'tadigan Gollandiya O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtasidagi jonli efirni ham siz aynan bizning futbol vaqtining Telegram kanallarida tomosha qilishingiz mumkin. Men Telegram kanalimizning manzilini kommentariyada yozib qoldiraman. Jonli efir manzili degan yozuv bo'ladi. O'sha yozuvni pastida ko'k yozuv bo'ladi. Ko'k yozuvni ustiga bosasiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz va 8-iyun kuni Gollandiyaga qarshi uchrashuvni birgalikda tomosha qilamiz. Do'stlar, kommentariyalarda bugungi o'yin haqida fikringizni yozib qoldiring va o'sha qo'rqoq futbolchilarimiz haqida ham yozib qoldiring. Nasib qilsa, agar kuchimiz yetsa, ertaga ham yangi video taqdim qilamiz. Biz videomizga har doimgidek like bosing, shunchaki like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men do'stlar, kanalni ochganimga 7 yil bo'layotgan bo'lsa, yaqinda 7 yil bo'ladi va hech qachon qo'rqmaganman nimadir gapirishga yoki kimnidir kritika qilishga. Shunday ekan do'stlar, xohlasangiz eski videolarimni ko'rib chiqishingiz mumkin. Xohlagan odamimni o'zim xohlagan uslubimda kamchilik bo'lsa olib chiqa olaman. Hech kimdan qo'rqmayman, hech kimga paxta ham qo'ymayman, hech kimni ulug'lamayman ham, hech kimni pastga ham urmayman. Faqatgina borini ko'rsaman. Shunday ekan, foydali kanal, obuna bo'ling va futbolni biz bilan kuzating. Futbol vaqtida qoling va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Olg'a O'zbekiston!